Farg'ona shahrida joylashgan xususiy klinikaga burun operatsiyasi uchun kirgan 30 yoshli bemor shifoxonadan o'lik holda chiqdi. Bu haqda Daryoga marhumning turmush o'rtog'i xabar berdi. Xonzoda Begim Husaynova turmush o'rtog'i Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimi Muhammadjon Husaynov 10 aprel kuni kechki soat 18:00 da operatsiyaga kirganligini va 22:30 da uning vafot etgani ma'lum bo'lganligini aytmoqda. Kechki payt soat 20:20 larda klinikaga bordim. Borsam na shifokor bor, na hamshiralar. Hamma yoq tinch, kutib turgandik. Soat 22:00 dan keyin yana so'radim. Jonlantirish bo'limini yopib qulflab qo'yishgan ekan. Erkaklarni chaqiring deyishdi. Talab qilib ichkariga kirsam, erim o'lib bo'lgan va o'rab qo'yishgan ekan, dedi marhumning bevasi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, bemor vafot etgach, shifokorlar voqea joyidan qochib ketgan. Daryo jurnalisti bilan suhbatda bo'lgan shifokor Bahodir Qo'chqorov operatsiyadan so'ng qochib ketganligini inkor etib, bemordagi burun to'sig'i qiyshayishini to'g'rilash